Sure Saf tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Asmanlardaki nesile, yani periştile ve zimindeki nesile, yani insanla, ösümlikle, cansız şey ile Allah'a tesbih etti. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Ey müminler! Sizler nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zinglarda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Shubhisizki Allah özünün yolida mustahkam binodek sap bo'lib jihad qilganlarni, ya'ni urush maydonida dushmanlarga uchrashgan chaqda mavqasida ching turib g'azat qilganlarni do'st tutdi. O'z vaqtida Musa qavmiga: "Ey qavmim, mening Allohning sizlarga avatgan payg'ambar ekanligimni bilib turib, sizlar menga nimishqa azob bersizlar?" dedi. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Allah ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Allah fasih qavmni hidoyat qilmaydi. O'z vaqtida Maryamning o'g'li Isa: "Ey Isroil avlodi, men sizlarga haqiqatan Allah avatgan, mendan burun kelgan Tavratni tasdiq qilguvchi, mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xush xabar berguvchi payg'ambarman" dedi. Isa ularga ro'shan mo'jizalarni elib kelgan chaqda ular "Bu op-ochiq sehrdir" dedi. İslamga da'vat qilib etib, Allohga yolg'onni, ya'ni Allohning shiriki va bolasi bor degandek so'zlarni choplagan kishidinmi, zolim kishi bormi? Allah zolim, ya'ni kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Ular Allohning nurini, ya'ni islomning dinini va nurliq shariatini eg'izlari bilan o'chirib etmoqchi bo'ladi. Kafirlar yomon ko'rgan taqdirdami, Allah o'zining nurini mukammal qilg'uchidir, ya'ni o'zining dinini oshkorlag'uchidir. Mushriklar yomon ko'rgan taqdirdami, Allah haq dinni barliq dinlar ustidan g'olib qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Ey mu'minlar! Sizlarni qattiq azobdan qutuldiradigan bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi? Allohga va uning payg'ambariga chin iymon etqaysizlar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilgaysizlar. Agar bilsanglar, sizlar uchun bu yaxshidir. Shundaq qilsanglar, Allah sizlarning gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Doimiy turalg'i bo'lgan jannatlardagi go'zal saroylarda turg'izadi. Bu cho'ng muvaffaqiyatdir. Sizlarga marhamat qilinadigan, sizlar yaxshi ko'radigan ikkinchi bir ne'mat Allohdan keladigan nusrat va yaqin g'alaba, ya'ni Makkaning fathi qilinishidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mu'minlarga bu ro'shan marhamat bilan xush xabar bergin. Ey mu'minlar, havoriylar, ya'ni Isa alayhissalomga dastlabda iymon etganlardek Allohning yordamchilari bo'linglar. Maryamning o'g'li Isa havoriylarga Allohga da'vat qilishda kimlar yordamchilarim bo'ladi dedi. Havoriylar: "Biz Allohning yordamchilarimiz" dedi. İsroil avlodidan bir toifa iymon etdi. Yana bir toifa kafir bo'ldi.
Mu'minlarga ularning o'z dushmanlariga qarshi turishida yar yulakli bo'ldik. Shuning bilan mu'minlar g'olib bo'ldi.